الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Azizlar, asosan sehr, jin tegishligi yosh kattalarda orasida ko'p tarqalgan narsa. Lekin kamdan kam holatlarda yosh bolalarda bo'lib turadigan holat, agar yosh bolaga aynan o'ziga qilinmasa, uncha-munchaga ta'sir qiladigan narsa emas. Bu yigitda ham shunaqa narsa bo'lganki, shu qattiq qo'rqishlikdi. Natijasida shunaqangi ozgina ozorlanib qolgan. Hozirgi kunda mana shunaqa holatlarga sabab bo'layotgan narsalarni ba'zilarini zikr qilib o'tamiz, foydadan xoli bo'lmasligi uchun. Hozirgi kunda eng katta sabablardan bittasi shu internet, ommaviy axborot vositalari orqali o'yinlar. Har xil aqlga, ruhiyatga ta'sir qiladigan o'yinlar bo'ladigan bo'lsa, undan keyingisi esa ko'pchilik oilalarda ba'zi bir bolalarni, ya'ni urishishadi. Qattiq qo'rqitishadi yoki boshiga urishganda mana shu qattiq qo'rquvni yoki udarni ta'siridan bolada mana shunday ruhiy buzilish holati paydo bo'ladi. O'zi jinni, sehrni ta'sir qilishligi, insonni ichiga kirish yo'llaridan biri qattiq qo'rqishlik, cho'chishlik, boshiga qattiq narsadan udar tushishligi bo'ladi azizlar. Shunday ekanki, bolalarimizni asraylik. Qo'llariga ongini zaharlaydigan planshet telefonlardan yiroq qilaylik va bular xato qilib qo'ysa ham qattiq gapirishlikdan, qattiq tushuntirishdan o'zimizni yiroq qilgan bo'laylik. Sababi ularni kelajagi bizlar uchun juda ham muhim. Agar kelajakda bolalarimizni aqlan, ruhan, jisman, ma'nan baquvvat bo'lishini xohlaydigan bo'lsak, bularga urib emas, so'kib emas, chiroyli muomala qilishlikka harakat qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim.